Джасмин-блогершу арестовали в Турции и отправили в тюрьму. В распоряжении турецких СМИ оказались документы прокуратуры Стамбула. В них указано, что Джасмин, которая уже несколько лет проживала в Турции, попала под уголовное расследование и теперь оказалась за решеткой. Напомним, Джасмин – популярная узбекская блогерша в Инстаграм с миллионной аудиторией. Jasminga nima bo'pti? Eshitdingizmi, Jasminga nima bo'pti deb. Jasmin hozir yaxshi, xavotir olmanglar, hech qayerga qochib ketgani ham yo'q, hech nima qilgani ham yo'q. Uni aybi hech qayerda yo'q. Просто ba'zi bir odamlar mana shunaqa gap so'zlar, har xil tuhmatlar chiqarib yotibdi-da, o'zinglarni aralashtirib, o'zinglarga PR orttiraman deb unaqa narsalar qilmanglar. Yaqin orada bitta narsani ham ko'rasizlar. O'sha gapirayotgan odamlarga nima bo'lishini ham ko'rasizlar, xudo xolisa. Jasminga biz podдержкадamiz, ishonamiz. Hech qanaqa xavotir oladigan joyi yo'q, hammasi yaxshi bo'ladi. O'sha Jasmin hammalarga yordam berib, hammalarga ehsonlar qilib, har xil odamlarga yordam berganimi aybi, orqasidan chaynab, u tarafga o'tib olib, bu tarafga o'tib olib o'ynaysizlar, bilasizlarmi? Ba'zi bir odamlar bor shunaqa, ishoninglar, men hayron qolib ketaman. Nimaga insonlar shunaqa darajada graz bo'lib ketgan deb. Alloh beryaptiki, uy joyini qilyapti. Alloh beryaptiki, hamma narsasini qilyapti. O'ziga ishonib, Allohga ishonib, misol uchun sizlar u narsaga ko'zinglarni olaytirib, voy bunaqa bo'lib ketdi, voy bunaqa bo'lib ketdi deb gapirib o'tirishdan boshqa ishinglar yo'qmi? Mabodo sizlarga shuncha yordam beryapti insonlar. Assalomu alaykum o'rtoqlar, salomatmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Yengilliklarni ko'ryapsizlarmi? Jasmin Trans amaki qamaldi. Mana endi hozir biz Dila bilan birgalikda bitta zo'r video qilamiz. Hozir mana telefonda gaplashdik. Advokatga necha pul berganmiz, nima qilgan, buni orqasida kimlar turibdi, kimlar o'zini hissasini qo'shdi, O'zbekistonda buni mollarini kim xat hujjatlarini huquq muhofaza qiluvchi tashkilotlarga topshirtirib bostirdi, hamma narsasini podrobniy noldan tushuntirib beramiz. Xo'p, men mana shu narsani kutib olgan edim. Qamalishini, bu bo'yicha ham konkretni aniq tiniq qilib odamlar bilan gaplashib, men bekorga Turkiyaga ham bormaganman. Buni Dilani mana o'zlari ham biladilar, belgilab ham qo'yaman. Xullas, ozgina kutasizlar. Hozir biz video tayyorlayapmiz. Noldan tushuntirib beramiz. Nima bo'ldi, nima qo'ydi, kimlar bilan o'ynashib qo'ydi, nima uchun qamaldi, advokatga kim pul berdi, полностью podrobniy bundan keyingi videoda bilib olasiz. Assalomu alaykum hammaga. Xo'sh, birinchi gapim, qaranglar. Mani profilim, mana shu profilim nimaga tushib qolgan? Jazoga tushib qolgani uchun yangi profil ochganman. O'shaning uchun o'sha profilga o'tib olasizlar, belgilab qo'yaman. Keyin Istanbul soati bilan ertaga soat 10 da, Toshkent soati bilan O'zbekiston soati bilan, ya'ni 12 da Amerika soati bilan kechasi, по-моему, 9 da biz mega juda katta jonli qilamiz. Iltimos, hamma o'zini vaqtini o'shanga ayirib olsin. Chunki sizlar kutgan, kutmagan, bilgan, bilmagan, yo'q bilmagan sizlar aniq o'sha mavzularni ko'tarib chiqamiz. O'sha vaqt keldi. Shuncha payt nima qildik, qanaqa qildik? Men marta aytib keldim sizlarga. Ya'ni juda ham ko'p odamlarni bilasizlar, so'kib kelgan, haqorat qilib kelgan, mamitiga emas, mana mashtiga kelib ketgan bir maxluq desa ham bo'ladi. O'sha bilan kurashib kelayotdik, ammo hech kimga aytish niyatimiz yo'q edi, chunki qochadi. Birinchi gapimiz qochish edi. O'shaning uchun sabr bilan jim tishimizga qo'yib jim turdik. Sizlarga nima demoqchiman? Qaranglar, yana bitta ogohlantirib chiqyapman. Qaranglar, yaxshilab eshitinglar. Qizlar, hozirda tergov ishlari ketyapti. Va bu jiddiy bir tergov. Bu hazil kam bilan bo'lib ketadigan narsa emas. Bu juda jiddiy disklar, dalillar yig'ilgan. Ya'ni uni jonlida aytib o'taman, lekin bu tergov jarayonida kim Jasminga yoki orqasidagi o'sha laychalariga yordam bersa, sizlar ham kirasizlar bu ishga. Endi tushundinglarmi? Endi sal bo'lsa ham o'ylayapsizlarmi? Bu ya'ni yordam beruvchilarga aytyapman. Har doim uni qo'llab-quvvatlayotganlarga aytyapman.
unga ishonib, hattoki hozirgi uyida ham kuchugiga, itiga, mushugiga qarab o'tirganligi ham. Mana men senga hozir aytaman. Hoziroq 24 soat ichida o'sha uydan ketmasang, sen ham kirasan, seni ham tortaman. Kim reklamasini qilsa yana, ular ham ketadi. Turkiya shug'ullanyapti. O'zbekiston shug'ullanyapti. Ikki davlat shug'ullanyapti, lekin sizlar kimga yordam beryapsizlar? Men yana sizlarga aytayapman. Biza yolg'on bilan kimdirni qamatishga harakat qilmaymiz. Orqamda turganlar ham ularning ovozidan ham chiqyapman. O'zimni ham yana qaytaraman. Bu ishga Jasminni o'tda o'tirishiga men otamni joni kerak bo'pti. Tushundinglarmi? Otamni joni shu darajaga olib keldi. Qolgan sabablar keyingisi. Tushundinglar? Men yana bu yerda aytaman. Kim narsasini oladimi, sotib oladimi? Meni vashi qiziqtirmaydi. Hammasi saxraniz qilib kelinyapti. Sizlar o'ylayapsizlar, Jasminni telefondan kiryapti deb o'ylayapsizlar. Hammasini telefoni olingan, hammasi kuzatuvda, hammasi ko'rilyapti. Bu yerda hazil narsa bo'layotgani yo'q. Meni gapim bilan, to'rtta gapim bilan hech qilib qo'yishmagan. Turkiya o'zini ishini qilib kelyapti. O'shalarning ichida sizlar tushib qolgan bo'lsanglar, sizlar ham chaqirtirilasizlar. Toshkentda bo'lsanglar, Toshkentda, Turkiyada bo'lsa Turkiyada. O'shaning uchun yana ogohlantiryapman. O'zinglarni bu bo'qqa ichiga kirishini xohlamasanglar, aqlli bo'linglar. Xo'p? Bu ishni hazil emas. Chunki men o'zim shug'ullanyapman bu ish bilan. Bitta qani kim kirgan, kim chiqqan, kim kirgan, kim chiqqan. Так что, azizlarim, sizlarga yana aytaman. Jasmin va yonidagilar hammasi antga kirishini, o'tirishini sababi bor. O'shaning uchun yordam berayotganinglarda, reklama qilayotganinglarda 7 o'lchab bir kesishinglarni ogohlantiryapman. Tushundinglar? Yana sizlarga ertaga aytamiz ko'p gapni. Menga qo'yib bersa, hozir gapirib tashlayman hamma narsani. Qachondan beri qayerda o'tiribdi, qanaqa o'tiribdi, dokumentalniy hatto shu aytaman, Google dan qo'yib qo'ygan rasmim bor-ku. Mana Google dan eslasanglar, men chalg'itish maqsadida qilganman. Mana sizlarga aytay. Chalg'itish maqsadida qilganman. Ham anita kelinvachcha bilan, eski kelinvachcha bilan transvachchani chalg'itish uchun men o'shanaqa uzoqlarda yurganman. Uni ham sabablarini ertaga jonlida dokumentalniy ko'rsataman. Sizlar meni yolg'onchi deb o'ylashinglar kerak edi. Sizlar meni yomon ko'rishinglar kerak edi. Menga faqat shu narsa kerak edi. O'shaning uchun ertaga qiladigan jonliyimizni o'tkazib yubormanglar, ko'rsatib boraman hammasini. O'shaning uchun ochdim yangi profil. Qachon aytasiz, shu gap qachon aytasiz dedinglar, mana aytayapman. Shu Jasminni ustidan jinoiy ish ochishimni Istanbulda qilishni xohlamadim. Agar men Istanbulda qilsam, yetib boradi quloqlarga, tushundinglar? O'shaning uchun Turkiyani bitta nozik joyi bor. Bitta ish qilsang, qo'shni davlatda qilgin degan joyi bor. O'shaning uchun hech kimni eshitmasdan uchib ketdim kurtlarni joyiga. Sal o'ta seryozni odamlar bo'lgani uchun o'tdan borib vakolatimni bizani nomindor advokatimizga berganman. O'sha yerda uni ham dokumentalniy vakolatimni qo'yib qo'yaman cheslasi bilan. O'sha yerga borganman. U yerda men himoyada bo'lganman. Militsiyalar kuzatib yurishgan, olib yurishgan, ishini qilishgan. Также shuni ham aytaman. Bu yerda ham Turkiya davlati meni himoya qilyapti. Hech xavotir olmanglar. Rosa ko'p aytdinglar. Ehtiyot bo'ling, bular shundoq, bular bundoq. Men sizlarga nima dedim? Hech nima bo'lmaydi. Hech nima bo'lmaydi. Keyin Google'dagi rasmlarni qo'yganim uchun ham bir ikkita odamlar gapirib chiqibdi. Jinoiy ish ochiladi, men bunaqa qilaman. Men u karavotda yotgan joyda rasmga olib turib qo'yib yubormayman. U Google'da bor narsa. O'z xohishi bilan qo'ygan. Uni butun dunyo ko'radi. Bular disklarda hammasi taqdim qilingan. Qaroqchi anaqasini o'ylaguncha nimadir qiladi-ku. Так что o'zini saytlarida Jasmin akamiz qo'yib kelgan rasmlar bular. Bir marta, ikki marta o'zini Instagramida ham qo'yib kelgan bu narsalarni. O'shaning uchun chalg'itishga harakat qilishyapti menimcha. Так что
Google'da turgan narsani qo'yish bu such emas. Bilmas ekan yana advokatim, mayli harakat qilib ko'rsin. Hech nima demaymiz. Turkiyani nimalari, militsiyalari, sudi yoki qamoqxonasi jin emas. Mana to'plu odamlarni olib shaqqat olib ketib, anta surishtirma ishini olib ketayotgan bo'lsa, bu yerda jinoiy ish ochilgan deyilyapti. Shuning uchun biz jim o'tirdik, indamay ACB deb turdik. Karillayotganlar bo'lsa, uni tarafida kim bo'lsa, пожалуйста, yordam beraveringlar. Sizlar ham o'sha yerga kirib borasizlar. Так что hammanglar o'zinglarni bilib o'tiringlar. Hech qachon sizlar kelib, yoningizga kelib yordam berib ketmaydi. Keyin shuni aytib qo'ying. Juda ham ko'p odamlar yozibdi. Jasmin hozir surishtiruv ishi bo'yicha ketyapti. Juda ham ko'plarda puli qolib ketgan ekan. Juda ham ko'p zarar ko'rganlar bor ekan, menga chiqishdi. Hammanglar takror menga chiqishinglarni yana so'rayman, pulinglarni undirib beramiz. Chunki hali molga pul jo'natgansizlar, pulinglarni ola olmagansizlar. Natla olgansizlar, munjara olgansizlar, foyda ko'rmagansizlar, noto'g'ri ishlab ketgan. O'sha hammani yana yig'ib, bu yerda hammamiz bitta bo'lib, sizlarga undirib berish maqsadida yana bitta ish ochibman. Так что yozaverasizlar, birgalikda harakat qilamiz. Mana bugun o'ynaydigan kunim aslida. Otam o'lganida Jasmina kela raqsga tushgan edi. Bugun men aslida raqsga tushib o'ynaydigan kunim edi, yo'q. Bugungi kunimni boshqa kunga olib qo'yaman. Kuzatib borasizlar. Aytgan gapim o'sha, kuzatib tursanglar, dokumentalniy hammasini ko'rsatamiz. Biz yolg'ondanmi, tiqvorimiz ichkariga tuhmatlar bilanmi tiqvorimiz, hammasini vaqti kelganda bitta-bitta eshitamiz. Lekin jonliini o'tkazib yormanglar, maslahatim. Zo'r yangiliklar bor. Yana ko'p narsalarni gapirgim kelyapti, gapira olmayman.